Ayni kunlarda soliq qarzdorligini undirish bo'yicha hududlarda nazorat tadbirlari kuchaytirildi. Surxondaryo viloyatida ham soliqda kattagina qarzdorlik bor bo'lgan tadbirkorlarga nisbatan undiruv ishlari olib borilmoqda. Uzoq vaqtdan buyon qarzdorligini to'lamayotgan tadbirkorlik subyektlarini o'rganib, ularga nisbatan qonun doirasida mol-mulklarini xatlash bilan bog'liq tegishli choralarni ko'rmoqda. Hozir shu haqda. Surxondaryo viloyatida soliq qarzdorliklariga ega tadbirkorlik subyektlariga nisbatan mol-mulklarni xatlash bo'yicha majburiy ijro harakatlarini amalga oshirmoqda. Jumladan, Qumqo'rg'on tumanida faoliyat yuritib kelayotgan mas'uliyati cheklangan jamiyati soliq to'lovlarini to'lash imkoniga ega bo'la turib, 1 milliard 900 million so'm soliq qarzlarini to'lamay paysalga solib kelgani bois mazkur jamiyatning mol-mulklari xatlanib, muhrlandi. Shuningdek, jamiyatga tegishli 3 ta yengil avtomashina qidiruvga berildi. 2026-yilning shu davriga qadar Surxondaryo viloyatidagi 17540 yuridik shaxslarning o'z vaqtida to'lanmagan soliq qarzdorligi 542,8 milliard so'mni tashkil etdi. Shu bois viloyatda soliq qarzdorligi mavjud korxonalarning mol-mulklarini xatlash tadbirlari olib borilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, viloyat bo'yicha joriy yilning shu davriga qadar 3145 ta korxonaning 312 milliard so'mlik soliq qarzi evaziga mol-mulklari, ya'ni transport vositalari, noturar obyektlari xatlab olindi. Natijada 2108 ta korxona tomonidan mavjud 385 milliard so'mlik soliq qarzi to'lab berildi. Ishchi guruhning navbatdagi manzili aksiyadorlik jamiyati bo'ldi. Mazkur jamiyatning davlat budjeti oldidagi qarzdorligi 3 milliard 300 million so'mni tashkil etadi. Soliq organlari tomonidan bir necha marotaba ogohlantirilishiga qaramasdan, qarzdorlik belgilangan muddatda qoplanmagan. Shu bois qarzni undirish yuzasidan majburiy ijro harakatlari amalga oshirildi. Jamiyatning mol-mulklari xatlanib, muhrlandi. Shuningdek, jamiyatga tegishli Gentra rusumli avtomashina xatlanib, jarima maydonchasiga joylashtirildi. Bu kun Sardorbek Lolayev, Ilyos Rahmatov, Surxondaryo.